Hurmatli obunachilarimiz, bugun 2025-yil 4-aprel kuni navbatimizdagi bemorimiz Buxoro viloyatidan bizga tashrif buyurgan. Ko'rishinglar mumkin, mikrosifoliya bilan bizga tashrif buyurdi. Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня 2025 год, 4 апреля. Сегодня у нас пациенты, гости из Бухарской области. Приехали к нам с микроцефалией. Будем лечить, уже начали лечение, и сейчас мы уже поговорим о наших результатах, какие у них были уже результаты. Qancha oldi davolayotganinglar bizga? 10 kun bo'ldi. Значит, уже они у нас лечатся 10 дней. Считай, можно сказать, полный курс лечения почти прошли. 10-дневный курс лечения прошли. Сейчас поговорим о их результатах. Demak, bemorlarimiz 10 kunlik bizda davolanish o'tdi. Hozir shunda natijalarni o'zlaridan batafsil so'rab olamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bizda kelishinglardan oldin qayerlarda davolansizlar? U yerda qanaqa natijalar bo'lgan? Bizga kelishinglardan oldin qanaqa shikoyatinglar bor edi? Qanaqa natijalar bo'ldi? Shularni bir qator obunachilarimizga batafsil aytib bersangiz. Biz Buxorolikmiz, o'zi asli Buxoroda davolanganmiz. Toshkentda davolandik. Sudurgisi bor-da. Sudurgi beraverardi. 6 oylikdan sudurgi berib qoldi-da. 6 oycha berdi yana. Hozir 6 oy bo'lib qoldi, bermayapti. Keyin men shu Shukrullo Jalilov eshitib qoldik, YouTube'dan ham kuzatib bordik. O'zimizda kelib ketganlardan eshitib, yanada tezroq kun solmasdan oraga borishga harakat qilib, mana keldik. Kelganimizga 10 kun bo'lib qoldi. Kelganimizda boshini tutmasdi, o'tirmasdi, ovqat yeyishlari yaxshi emas edi. Ichlari kelmasdi. Birinchi ichki boshladi-da, birinchi kelganimizda ichlari yurib, damini chiqardi o'zi. Ovqat yeyishlari yaxshi bo'lib qoldi. Yonimga salfetka qo'yardim uyda. Yarmi salfetkaga ketsa, yarmini yerdi. Hozir barini yeyapti, yaxshi. Doktorimizga katta rahmat aytamiz. Dunyo turguncha tursinlar. Umidim kundan kunga oshib bordi. Endi 10 kundan buyoq natijalarni ko'rib, yana yashashga, yana harakat qilamiz. Yaxshi qarashga uyda ham. Yana nima deyman? Yaxshi, demak, shunchalik katta natijalarga bizda erishganinglar bizdan xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh o'zi shifo bersin. Rahmat sizga. Doktorga ham kattakon rahmat. Sog' bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar. Shu bolam shu doktor orqasidan yurib, gapirib ketsin. Xudo xohlasa yurgizib boramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.